Bugun o'quvchilarimizni amaliy imtihonga olib keldik. Birma-bir hozir har biridan o'zini emotsiyalarini, qanaqa kayfiyatlarini bir so'rab ko'ramiz. O'quvchimiz hozir nazariy imtihondan o'tib kelib bo'lgan. Endi hozir amaliy imtihonga kirib chiqadi. Assalomu alaykum. Mana endi xudo xolasa kirib chiqqandan keyin natijalar ko'rsatamiz. 3 guruh aylanib chiqdik. Kimga tayyorlandingiz? Baliqchida Ilhom aka tayyorlandi. Ilhom aka tayyorlandingiz, a? Zo'rmikan? Zo'r o'rgatammikan? Aka, xudo xolasa bittada 20 tadan 20 ta chiqqanmiz kecha kuni. Mana. Amaliylar omad. Xudo xolasa rahmat. Navbatdagi o'quvchimiz ismlari Abbosbek kecha 11-may kuni nazariy imtihonlardan o'tib kelgan. Endi amaliy imtihonlarga tayyorlanib hozir kirib chiqadi. O'tasizmi, o'talmaysizmi? Shuni ayting bo'ldi. O'tamiz aka. Ishonch bor. Domla zo'r tayyorladi aka. Gap yo'q domlaga. 3 guruh aylandik, chotga tushuntirib qo'ydi. Sodiqjon domlalar tayyorlandik baliqchilik. Nazariy imtihonni qayerda? Nazariy imtihonlar baliqchida Ilhom akada tayyorlandi. Gap yo'q. Ilhomjon domlalar. Gap yo'q. Kelinglar, ishoninglar. Men ham Instagramdan ko'rib keldim o'zim. Bosh disham bo'ldi. Kelasizlar, bosh disham bo'ldi. Kelasizlar, yashaversalar bo'ldi. Boshlaringiz o'zi kuyib qo'yar ekan domlarning o'zi. Navbatdagi o'quvchimiz nazariy imtihondan o'tib bo'lgan, biz onlayn ta'limimiz orqali tayyorlangan. Nazariy imtihonlardan o'tdim. Amaliyda Sodiqjon akadan hozir tayyorlandik. Endi hozir xudo xolasa o'tamiz. Omad. O'quvchimiz kecha nazariy imtihonlardan o'tib kelgandi. Bugun mana amaliy imtihonlarga tayyorlanib. Kimda tayyorlandingiz? Ilhomjon domla avtotestda tayyorlanib, bittada 20 tadan 20 ta yechib chiqdim kecha. Mana bugun amaliga keldik. Sodiqjon domlada tayyorlanib, xudo xolasa undan ham o'tib chiqamiz. Mayli, omad amaliylarda. Mana bugun nazariy imtihonga kelishgan ekan. Nazariy imtihondan 20 tadan 25 urib qo'yibsiz-a, bilmay, ha? Ha, o'zimiz bilmagan. 21-22 kilar kelib qolganda bilmasdan taf urib yuborgansizda. Sherigingiznikidan ham qo'shib yechib yubordingizmi? Ha, shunday qo'shilib ketdi. Mana bu ham o'tdi mana. Malades, gap yo'q. Qayerdan keldinglar? Nima sababdan Ilhomjon avtotestda tayyorlanish sababi qanaqa bo'ldi? Kimdir aldab qo'ydimi sizlarni boringlar deb? Rosa ekan, mana kelib 7 kunda tayyorlanib 20 tadan 20 ta. Kelinglar, sizlar ham tavsiya beramiz. Qaysi viloyatdan keldingiz? Norin tumanidan. Norin tumanidan, Namangan viloyati. Siz qaysi viloyatdan keldingiz? Baliqchidan. Baliqchidanmisiz? 7 kunda oldi-da. Ha. Gap yo'q. O'sha. Erka bulan. Alaykum. Aka bilan qaydasiz? Bilib qo'ydi ayramin. Xudo xolasa mana hozir sertifikatlarni olib chiqdik. Issiq qo'lingiz kuyib qolmasin, issiq. Ha, shunaqa. Endi ta'mirdan uzildi. Mana kecha nazariy, bugun amaliy mana. 11-12. Endi nomerda 3ta 1 yoki 112 oling. Shunaqa qilamiz aka, bo'lmasa bo'lmaydi. Ha, tarixga muhrlab qo'ying-da. Domlalar rahmat sizlarga. Tabriklaymiz uka. Domlalar sizga ham rahmat. Sodiqjon domlalar sizga ham rahmat. Buyur nasib qilsin. Rahmat. Xursandmiz uka. Gapirtiradi-yu bu sertifikat, gapirtiradi-yu. Mana 1.600.000 kayfi mana. Ko'rib qo'yinglar. Yangi sveji, ha? Sveji. Rahmat domla katta. Buyur nasib qilsin. Kelinglar. Domlada besabrlikdan o'rganinglar. kutib turibdi. Abidgacha o'rgatib qo'yadi, mashina minishni bilmaydiganlarga ham hatto. Nollarga. Noldan o'rgatib qo'yadi. Yuragimiz Ja qiladi. 20-25 minus olib chiqmaysizlar. 10 yetadi. Ko'pa. Yuragini o'chdi-yu. Mukaddam, nima qilyapsiz? Tabriklayman. Rahmat. Biz bo'riga qarab ketdik. Aka ko'rsatmaysizmi? Qaradim senga. Mana hayajonda. Yomon bo'ldi. Tabriklaymiz uka. O'zi imtihonga kirib ketgandingiz, sabrsizlik bilan turibman mayli hayajonlarda. Endi aka -5 oldi aka. Отлично u -5. 5-6 ta aka, 5. 5 ball. 5 oldi. Zo'r nasib qilsin. Kameraga birinchi. Imtihondan o'tdik. Ha. Amalidan. Qo'l qaltirasini qara. Hayajon o'ta kuchli. Ikkita kanga bor. Kangoni ko'tarib qo'ydim. Bonus berdimi? Bonus berdi. Domla katta. Молодец uka. Buyur nasib qilsin. Ilhomjon domlaga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Salomat bo'ling uka. Yaxshi kunlarga Sizlarga buyursin. kattakon rahmat. Bexatar minib yuring mashinani. Hammanglar ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon raqamlarini videoni ostida qoldiramiz.